Mana aziz do'stlar, Hurmatli sinfdoshlar, sinfdoshlar, Aziz oshxonamizga xush kelibsizlar. Mana bugun ko'rsatyapsan. asli biz Xotiniga haqqa tashibda bo'lganman deb isbotlaydi. yo'q, asli biz oshxonamiz bor. Bu choyxonada o'tirgan o'rtoqlarimiz hammamiz. Xudo xolasa mana Ben bu borib xotiniga ko'rsataman. Mana o'rtalarni o'tirib kelyapman deydi. Kerakli joyini o'chirib olib turib. Ashi bola ichib menga mana deb ko'rsatadimi? Qayerda ichib kelyapsiz? mana sinfdoshlar bilan hamisha ichkilikda arkadaşlar birdamlikda. Quvvatlaring yashaydi. Ashi bola bechora aralashib qoldi. Bormi? Nima deyman? Birodar bormi? Men ko'rganim yo'q shunchalar. Shundan beri nima deysiz? Yo'q, ancha bor. Undan keyin ko'rdim. Shuni ko'rgan. Bu yoqqa ketdi shekilli ishga. Uydami? Uydami? Uydanmi? Buni Ya, mashina xotin kuchli ekanda. Ko'rkin. Adaham men tolib uchovimiz nimaga xotin yoniga keldik. Kuchli. Mana g'as kuchli. Ha. Uyda mana o'rtoqlarim bilan Kelishib turdi. hamisha sinfdoshlar bilan o'tiribmiz. Har hafta bir marta o'tiramiz. Xudo xolasa mana shu do'stlarimiz abadiy bo'lish uchun sinfdoshlar guruhida o'tyapmiz. Xudo xolasa mana shu sinfdoshlar bilan hamisha ichi olsa o'tiramiz. uyda to'polon ko'taradi. Biroq. O'rnimizdan yo'qolmaylik. Ashi odat yomon-da, ashi odat. Hamisha 5-10 yil oldin guruhi boshi men Rahmonali Ismoilov. keldi. Qabriston